Biz o'tmishda qilgan ishlar ikki narsaga o'xshaydi. Biri so'g'at, yana biri bo'lsa cho'kayotgan kema. Buni anglab siz balkim o'tmishda qilgan ishlarim qandaqsiga so'g'at va cho'kayotgan kemaga o'xshaydi degan savolni o'tirib qo'yishingiz mumkin. Men sizga desam, biz o'tmishda qilgan ishlar ikki xil bo'ladi. Biri g'oya va nishonimizni asos qilib ajr singdirish va tirishchanlik ko'rsatish orqali erishgan natijalar. Masalan, ma'lum hunar kasbining egasi bo'lish, erishgan har xil diplom, unvonlar, o'rgangan har xil temadagi bilim yoki til qatorliqlar. Ularning hammasi biz o'z tirishchanligimiz bilan o'zimizga bergan sovg'atlar hisoblanadi. O'tmishda o'zimiz tayyorlagan bu sovg'atlar bizning hozirgi o'zimizni texmi yuqori pallaga elib chiqishimizga kuchli asos bo'ladi. Biz o'tmishda qilgan yana bir xil ishlarni cho'kayotgan kemaga o'xshatsak bo'ladi. U qandaq ishlar deganda vaqtimiz va kuchimizdan nishonimizga ko'ra yaxshi foydalanmasdan ularni ahamiyatsiz va bizni pushaymonga elib boradigan ishlarga sarf qilib o'tish. Bundaq ishlar hozirdagi bizga sovg'at bo'lishining o'rniga bizni pushaymon, g'am-andisha va qo'rqinchga elib kirdi. Natijada biz o'zimizning hoziri va kelgusidan andisha qilib o'zimizni cho'kayotgan kemaga chiqib qolgandek his qilishimiz mumkin. Bu yerda biz tilga olayotgan so'g'at va cho'kayotgan kema hukmi bir xil o'xshash albatta. Hozirgi o'zimizga inchik qaraydigan bo'lsak, bizda o'zimizga bergan sovg'atlarmi mavjud. Shundaqla cho'kayotgan kemami o'xshashlar mavjud bo'lgan bo'ladi. Undaqda biz hozirning o'zida kelgusidagi o'zimizga texmi cho'ng sovg'at tayyorlashimiz kerakmi yoki texmi cho'kayotgan texmi bakarak cho'kayotgan kimimi? Albatta javobimiz bizni xushal va baxtli qiladigan sovg'at bo'ladi mencha. Shuning uchun vaqtimiz va tirishchanligimizni tasavvurimizdagi o'zimizga bermoqchi bo'lgan sovg'atga markazlashtirish hozirgi eng muhim ishdir. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.